Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun navbatdagi fors tili darsini boshlaymiz. Ushbu darsimizda ikki do'st haqidagi rivoyatni o'qiymiz, tarjima qilamiz va o'z fikrimizni bildiramiz. Marhamat, endi ekrandagi matnga qaraymiz. دو رفیق در میان جنگلی می رفتند. خرسی آنها را دید و به آنها حمله کرد. یکی از آنها همین که خرس را دید از حول جان گریخت و از درختی بالا رفت که خود را نجات دهد. دیگری که مجال گریختن نیافت خود را به زمین انداخت و مانند مرده وانمود کرد. خرس پیش او آمده قدری سر و گوشش را بوییده خیال کرد که مرده است و از او دور شد. همین که خرس از چشم پنهان شد او از زمین برخاسته سر و روی خود را تکان داد. اولی هم از بالای درخت پایین آمده خنده کنان پرسید: رفیق چه شد؟ گویا بسیار ترسیدی؟ خرس به گوشت چه گفت؟ خرس گفت: پسترین آدم ها کسی است که رفیق خود را در روز سختی گذاشته و بگریزد. Endi tarjimasiga qaraymiz. Demak, ikki o'rtoq bir o'rmon orasida borishar edi. Bir ayiq ularni ko'rdi va ularga hujum qildi. Ulardan biri ayiqni ko'rish bilan jon holatida qochdi va bir daraxtning tepasiga chiqib oldi. Boshqa biri qochishga majol topolmagandan keyin o'zini yerga tashladi va o'likka soldi. Ayiq yerga yotganning oldiga kelib, biroz uning bosh va quloqlarini hidladi va uni o'lik deb o'ylab, undan uzoqlashdi. Ayiq ko'zdan pinhon bo'lgandan keyin u yerdan turdi va ust boshini qoqdi. Shu payt birinchi o'rtoq ham daraxt tepasidan pastga tushib keldi va kulimsiragancha o'rtog'idan so'radi: "Ey o'rtoq, nima bo'ldi? Go'yoki bir qattiq qo'rqqanga o'xshaysan" deb uning ustidan masxara qilib kuldi. Ayiq senga nima dedi deb so'radi. Shunda ikkinchi o'rtoq aytdiki, eng pastkash odamlar shunday odamlarki, birodari, o'rtog'i, do'stining boshiga og'ir kun tushganda uni yolg'iz qoldirib o'zlari qochib ketadilar dedi. Demak, bu hikoyamizning tarjimasi edi. Qisqagina izoh beramiz, qolganini o'zlaringizdan izohlarda kutamiz. Demak, do'st qachon bilinadi? Do'stning boshiga kulfat tushganda, qiyinchilik tushganda bilinadi. Ushbu hikoyada ko'rilgandek bir oddiy ayiqdan qochib jonini saqladi-yu, do'sti haqida hech qanaqa fikr xayolga ham bormadi. Bu esa aniqki chin do'st emas ekan. Demak, do'st tanlashda adashmasligimiz kerak. Hamisha to'g'ri do'st tanlashimiz kerak va do'stimiz uchun hamma vaqt tura bera olishimiz kerak. Qolgan izohlarni o'zlaringizdan kutamiz. E'tiborlaringiz uchun salomat bo'lasizlar.